Okalar 24 ga 25 damasi tayyor navorot qilinganini ko'rsataman. Kondisionerlargacha ustunovka qilib qo'yilgan, tonirovka ruxsatnomalari bor. To'liq variantda shumizolyatsiya bo'lgan. Podnoshkalargacha ustunovka qilib qo'yilgan. 4 ta yaxshi yumshovchi balolarda aytganimdek mashina to'liq variantda shumizolyatsiya bo'lgan okalar. Salonlari ham ideal holatda okalar. Bunaqa yaxshi qimmat zanishuvchi qo'llarga taqilgan liniyan poliklar solingan yaxshi kolonkalarda salon detallari ham bilak piano qilib qo'yilgan, perforatsiyali yaxshi kelagacha taqib qo'yilgan. 970 yaqutlari bor. Malibu bar, Malibu Rejat, besprovodniy zaryadkalari bilan kod tomonidan qamay to'laga ustunovka qilingan, video registratorlarga ustunovka qilib qo'yilgan. Mana to'liq upravleniyalari ham bor ekan, mutafsil. Halol yurgan prebegi 49 ming kilometr. Bu xolasa olasizlar, hech qanday xarajat qilmang, maza qilib haydasizlar. Kuzovlari ham 2025-yil okalar. Salonlar ham aytganimdek idealniy bo'lib turibdi okalar. Hech qanday xarajati yo'q, hamma xarajat qilib qo'yilgan mashina. Mashina faqat benzin yurgan 92-95 quyilgan ekan. Gerfilar bo'ladi. Oldi faralarigacha ledlar ustunovka qilib qo'yilgan okalar. Kraskalari ham absolutni top-toza. Elektron ventilatorlargacha ustunovka qilingan. Mana datchilari ham shetda turibdi okalar mana. Xohlagan ustalarni olib kelib, ko'rsatib, proverka qilib bemalol baraka qilib ketsanglar bo'ladi. $6500 bo'lsa berib yuboramiz okalar.